Har kuni bir xil ovqat yeyish jonga tegdi. Nimaga har kuni bir xil ovqat yeya olmaysiz? Ishtaha bo'lmaydi. Ishtahangiz ochilib ketsa o'tlab ketyapsiz. Cho'ntakda ximiram yo'g'u ikki xil ovqatga nima bor ekan endi? G'unajin ko'zini suzmasa, buqa arqonni uzmaydi. Arqoningiz yaxshi bog'lanmagandir-da, Karimov. G'unajin beva, bemor yoki yetim boqayotgan bo'lsa, himmat ko'rsating. Qarshiligimiz yo'q. Birovning muqaddas oilasiga burningizni tiqayotganingizda akangiz yoki otangiz nima qilayotgan bo'ladi, hayronman. Ikkinchiga hech kimdan ruxsat olish kerak emas degan qonunni qoida qilib olgansiz. Va shu bilan halovat topyapsiz. Shunchaki tungi mehmonsiz. Mehmon soxta. Sizniki tabiiymi? Tanangizdagi hammasi soxta-ku. Erkakni operatsiya qilingan go'zallik bilan ishontiryapsiz. Olgan maoshingizni birinchiga bersangiz baraka bo'ladi. Ikkinchisi doimo rasxod. Shuning uchun ham kreditlaringiz ko'payib ketyapti. Erkakka kelgan sinovsiz. Bilib qo'ying, birinchi xotinning ko'z yoshlarini uvvoli tutadi. Azob beryapsiz. Ikkinchisini olib, birga azob beryapsiz. Yana kerilib qiz o'stirishingizga nechi? Shu qadar ko'payib ketyapsizki, afsuski opamiz yoki qizimizning kelajagidan xavotirga tushyapmiz. Afsuski ular sizni ko'rib noto'g'ri havas qilishyapti. Birinchi qadam har doim erkakdan bo'ladi. O'zgaring. O'zgaramiz. Topganingizga qanoat qilamiz. Oilangizni asrang. Mujik bo'ling deyapman, Karimov. Hurmatli erkaklar, klubda hammaniki bo'lgan bir umr sizniki bo'lmaydi. O'zgaraylik. Bolalar katta bo'lishyapti. Iltimos meni shu qizni oldida uyaltirib qo'ymang.